Assalomu alaykum aziz do'stlar, atirgul ishqibozlari. Bugungi videoyimda men sizlarga bitta lifehack o'rgatmoqchiman. Balkim buni bilarsizlar, balkim bilmassizlar. Atirgullarimizni turiga qarab har xil turga bo'linadi. Bilasizlar, hammasi plетистый o'ram atirgullar, parkovaylar, demak tuplilar, kustavoylar va har xil turlarga bo'linadi. Agar atirgullaringizni shoxlari uzun bo'lib uzayib ketsa, uni qirqishga shoshilmanglar. Ularni gorizontal holatda yotqizsangiz, bog'lasangiz, juda ham ko'p atirgul gullarini gullatishingiz mumkin. Masalan, mana bu angliskiy roza, ingliz atirgullaridan crocus rose. Agar qo'yib bersangiz, bu atirgul bizni nimamizda, iqlimimizda 2,5 metr, 3 metrgacha ketaveradi. Men tanam ancha bu hozir 2 metrga borgan. Tepasidan har bahor qirqib turaman, chegaralab turaman. O'shaning uchun bittasini shunday qilib uzunroq, kattaroq qilganman. Qolgan ikkitasini o'rtacha 70 santimetr qilib qirqaman har bahorda. Ingliz atirgullari 60-70 santimetr qirqiladi. Ular gustavoy. Shuning uchun agar uzun novdalarini yanada ko'proq gullashini xohlasangiz, mana shu holatda, gorizontal holatda bog'lang. Gorizontal holatda bog'lasangiz, har bitta barg orasida mana shunday atirgul novdalari o'sib chiqadi va har birida gullar bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Ko'rdinglarmi? Pastidan chiqqanlarini, mana tikka chiqqanlar tepa qismi qoladi. Pastda mana bu holatda chiqqanlarini biz olib tashlaymiz. Chunki xunuk bo'lib, qayrilib nima bo'lib qoladi. Mana shu holatda tupingizdagi atirgul atirgul g'unchalari ko'payadi. Qolganlarini mana shu holatda doimiy ravishda bo'ladi.